Gapiravering. Ko'pincha bemorlarimiz quloq oqayotgan paytda quloqiga dori tomizishni bilishmaydi. Nega? O'zi quloqiga dori tomizish uchun, masalan, quloqni eardrops deydi, masalan, quloq antibiotik bilan dexametazon qo'shilgan, masalan, Floxadex, Safradex degan dorilar, uni quloqiga tomizish uchun birinchi o'rinda quloqdagi quyqa, yiringi quloqda tashqari chiqib qolgan, uni birinchi tozalash kerak. Quloq kasallar o'zi больницаga yotib davolanadi. Nega? Birinchi quloqni tozalab olib, atsosda quruq qilib, tozalab, keyin quloqga tomizilinadi dori. O'shanda effekt bo'ladi. Pardani orqasida o'rta quloqga tushishi kerak bu dori. Agar quloqda yiring bo'lib turib tomizsangiz, umuman yordam bermaydi. Bu dori yordam bermaydi. Endi sizlar chet elliklar, masalan, boshqa davlatlarda quloq oqib qo'yotgan bemorlar bor, bizga yozishadi. Keyin doktorga постоянно bora olmaydi. Ular quloq dog'ini qana qilib tomizish mumkin. Sizlarga eng zo'r yo'lini o'rgataman. Quloqga dori to'g'ri tomizishni ko'rasizlar. Mana bunaqa salfetkani olib olamiz. Salfetkani olib turib, yasab olamiz. Sigaretga o'xshab mana bunaqa qilib, buni yasab olamiz. Bunday qilib yasab olamiz. Mana ko'rasizlar, turbuchka qilib mana qilib qo'yishimiz kerak mana. Mana ko'rasizlar, bir nechta qilib olasizlar, qo'lingizga olib olasizlar. Masalan, oldinglar quloqni nimaga bu endi qo'lingiz bilan ushlab tashlab olasiz, quloqga infeksiya tushib qolmaydimi bu salfetkada deyishinglar mumkin-ku, to'g'rimi? O'sha quloq infeksiya bo'lyapti, yiringlayapti. U yiringni kamaytirish kerak. Olamiz, tiqamiz, olamiz. Agar bu quruq chiqmaguncha mana quloqga tiqamiz, olamiz. Endi buni ko'p qilib qo'yasizlar. Masalan, quloqga tiqqandan keyin mana quloqga tiqdinglar, oldinglar, quruq chiqmayapti. Hammasi mana shunaqa ho'l o'sha bo'lyaptimi? Umuman hali tomizmaymiz. Faqat quruq holatda bo'lishi kerak. Mana shunaqa tiqqaningizda quruq chiqmaguncha quloqga dori tomizish kerak emas. Yoki doktorga borib quloqni yiringni tozalab turib, joyida tomizish kerak quloq dorilarni. Endi bu protargol proseslarga ko'rsatdim. Xullas, quloqning ichiga tiqamiz, tiqqanimizda quruq bo'lishi kerak. Quloq agar quloqning ichida quruq bo'lmaguncha buni tomiza olmaymiz. Xo'p, yana tiqdinglar bunaqa ho'l bo'lyaptimi? Yana qo'yamiz, yana tiqamiz. Olamiz, qo'yamiz, tiqamiz. Xullas, quruq chiqmaguncha, keyin qurugandan keyin quloqni tomizishdan oldin tortamiz orqaga, tepaga, orqaga tortib turib tomizamiz. Endi siz tomiza olmasangiz, quloqingizni tortib turasiz, oynaga qarab turib tomizamiz. Oynaga qarab, o'sha tomonga qarab, bu tomonga qarab yotishimiz kerak bo'ladi, quloq ichiga singiguncha. 5-10 minut, uzog'i 5-10 minut. Keyin quloqga dori yetib boradi. O'shanda effekt bo'ladi.